Joriy yilning 26-mart kuni Zarbdor tuman axborot kutubxona markazi xizmat bo'limi xodimlari Karim va Gulchehra hamda Alman va sohibalar tomonidan Tinchlik mahallasida yashovchi Tog'oy va Nargiza xonadoniga tashrif buyurildi. Karim va Gulchehra Zarbdor tuman axborot kutubxona markazining foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish xizmat bo'limi xodimiman. Bugundan boshlab sizni biz Zarbdor tuman axborot kutubxona markazidan yoshligimda ufq o'qigandim. Shundan Said Ahmadning kitobini qiziqardim. Keyin Sariq devrimini bolalik paytingizda sevgan qiziq kitoblarni ko'p o'qiganman endi. Kitoblari. Uyimizda ko'p bo'lar uchun bolaligimizdan kitob o'qishga, yashamoqqa qiziqardim. Zarbdor tuman kutubxonamizda siz xohlagan kitoblar hammasi mavjud. Bemalol murojaat qilsangiz, kutubxonamizda yetarlicha fondi bor. Yangi kelgan hozir kunda yangilardan juda ham ko'p bizda. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Badiiy adabiyotlarga qiziqqanligim uchun roman prezidentimizga avvalambor shu narsalarni biz uchun yaratganiga, Imkoniyati cheklanganlarga kutubxonachilar tomonidan xizmat ko'rsatish, ularning axborotga kirishini osonlashtirish, ta'lim va madaniy hayotda faol ishtirok etishlarini ta'minlashga qaratilgan muhim vazifadir. Yaratib berganligi uchun Zarbdor kutubxona axborot markaziga katta rahmat. Rahmat sizga, kitob o'qiganingiz uchun, kitobxon bo'lganingiz uchun sizga ham rahmat. Ushbu kitobxonamiz kutubxonachilar tashrifidan mamnun bo'lib, Zarbdor tuman axborot kutubxona markazi xodimlariga o'z minnatdorchiligini bildirib qoldilar.